Germanskiy shvetimiz akalar mana. O'zi bir dona lekin. Bolasi buqacha 35 ta sutga ikkinchi qo'rga tuqqan molimiz. Mana ishqi bozorga beriladi bunisi. Uzog'iga bitta yo'lkasini. Bolasini buqa. Uni kunda o'tib qoldi bochasini. Mana molni o'zi. Sut tomirlarga akalar. Toza germanskiy shvet. Nechta sut beryapti bu? 35 taga olishadi. 35 litrli sut akalar. Mana bolasi. So'lan ko'rsatdim. Siz. Mana. Voy maşallah. Mana ko'ramiz halidan ko'ra. Mana. Ko'rsa mana g'ojilab shu. Bo'ladi. Qaraman buni. 35 ta sutini akalar. Mana bolasini. Qonunni ko'rib bemalol olib ketaverasizlar. Molga garantiyasi bor. Nech pul narxi? Narxiga 82 million so'raymiz, xayrini qilib beramiz. Narxiga akalar 82 million so'ralyapti, xayrini qilib beriladi. Mana ulgib bo'ldi. Bir dona o'zi akalar. Toza germanskiy shvet. Mana qarashib ko'rasizlar. Buzog'ini qaranglar. O'ynab turibdi.